Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, ularni bandligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar O'zbekistonda keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishda ayniqsa bank va moliya sohasi takomillashtirilmoqda va faol ishtiroki muhim o'rin yo'lga qo'yilmoqda. Davlatimiz rahbarining qarori asosida olib borilayotgan ishlar natijasida qator amaliy natijalarga erishilmoqda. Shu jihatdan Aloqa bankning Navoiy hududiy kompleks xizmat ko'rsatish markazi tomonidan qisqa muddatda amalga oshirilgan samarali tashabbuslar va loyihalar alohida e'tirofga loyiq. Bu boradagi tahlillar va ma'lumotlar muxbirimiz tayyorlagan lavhada. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning ijrosi bo'yicha navbatdagi manzil Navoiy viloyati. Imkoniyatning shamoli hududga ham allaqachon yetib borgan. Buni misol bilan emas, balki real natijalar bilan ko'rish mumkin. Aksionerlik tijorat Aloqa bank Navoiy hududiy kompleks xizmatlar ko'rsatish markazidan bugungi kunga qadar ko'plab yoshlar imtiyozli kredit olib, o'z loyihalarini amalga oshirishmoqda. Shahzoda Rustamova 19 yoshda, lekin u yosh borasidagi stereotipni buza olganlardan. Shahzoda Aloqa bankdan kredit olib o'zining Sereniyevo korxonasiga asos soldi. Mazkur korxona milliy shirinliklar ishlab chiqarish va umumiy ovqatlanish xizmatidan iborat. Shahzoda Rustamova o'z ishchilariga qariyb 20 xil non va shirinlik mahsulotlari tayyorlashni o'rgatib kelmoqda. Aloqa bankdan 5 milliard atrofidagi kredit oldim va Sereniyevo firmasiga asos soldim. Hozirgi kunda firmamizda 20 dan ortiq o'zim qatori yosh o'g'il qizlarimiz ishlamoqda va firmamizdan 100 dan ortiq xil non mahsulotlari, qandolat mahsulotlari va shuningdek yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Kelgusida maqsadlarim o'zim qatori yoshlar uchun 300 dan 400 dan ortiq xil bo'sh ish o'rinlari yaratib, xalqimizga sifatli xizmat ko'rsatishdi. Xalq orasida Golubika nomi bilan tanilgan moviy qarag'at mevasi juda foydali bo'lib, bozorlarda ham xaridorgir mahsulot. Mazkur meva ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, immunitetni mustahkamlaydi, yurak-qon tomir tizimini quvvatlaydi hamda saraton xavfini kamaytiradi. Yurtboshimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan Shohrux G'aniyev esa issiqxonada Golubika mevasini yetishtirish uchun Malikrabot bog'lari mas'uliyati cheklangan jamiyatiga asos soldi. Tadbirkor ushbu mevani xalqimizga arzon narxlarda taqdim etishni va mahalliylashtirishni maqsad qilgan. Hozirda 2 gektar yer maydonida Golubika ko'chati yetishtiryapmiz. Bu ko'chat Amerikadan olib kelingan bo'lib, 20 yilgacha hosil beradi. Hozirgi mana shu joyda 14 ming dona ko'chat olib kelingan. Asosiysi shu ish o'rinlari barchasi yoshlardan iborat. Bu ko'chatning bu yerda yetishtirishimiz maqsadi birinchi o'rinda mahalliylashtirish. Nimaga deganda O'zbekistonda Golubikaga ehtiyoj juda ko'p, lekin import bo'lib kelyapti. Import bo'lganning hisobiga juda qimmat. Shu yerda xalqimizga yetkazish maqsadida mana shu ko'chatlarni olib kelganmiz. Yangi davr bolalari mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan tadbirkorimiz ham Aloqa bank tomonidan berilgan kredit asosida ayni damda 150 nafar bolalar uchun mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tashkilotini barpo etdi. Ayni damda binoda yakuniy qurilish ishlari davom etmoqda. Tadbirkorning aytishicha, bino bir oydan so'ng foydalanishga topshiriladi va qariyb 30 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlaydi. 5 milliard Aloqa bankdan kredit oldim. Bu kreditni mana shu bog'chamizga sarfladik va hozirda jihozlash ishlari olib borilmoqda va sentyabr oyida ishlarimiz yakunlanadi va ishlashga topshiramiz. Bog'chamiz 150 nafar bolalarga mo'ljallangan. O'zimga o'xshagan yosh xodimlarni ishga olishni rejalashtirganmiz. Bugun tadbirkorlarning asosiy maqsadi nafaqat yaxshi daromad qilish, balki ko'plab insonlarning bandligini ta'minlash. 30 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlagan Softex kompaniyasi xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda. Ulardan biri uy sot loyihasi bo'lib, fuqarolarning uy olishi va sotishi uchun qulay hisoblanadi. Hozirga qadar mazkur loyiha asosida 1000 ga yaqin fuqarolar xonadon xarid qilgan. Biz asosan IT produktlar ishlab chiqish bilan shug'ullanamiz. Joriy yil boshida Aloqa Ventures fondidan biz uy sot loyihamiz uchun 1,5 milliard so'm investitsiya oldik. Hozirda biz faoliyatimizni yanada kengaytirish maqsadida qo'shni davlatlarga va boshqa davlatlarga o'sha dasturlarimizni eksport qilish bilan ham shug'ullanyapmiz. Uy sot loyihamizda odamlar o'ziga kerakli bo'lgan uylarni topishi, narxlar bo'yicha tanishishi, ularni planirovkalari, boshqa ma'lumotlarini ko'rishi mumkin. Va o'sha yerdan ariza qoldirsa, ko'pchilik ularga aloqaga chiqadi. Hattoki o'sha uy sotda o'zidan turib sotib olgan uyingiz uchun pul to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Uy sot dasturimizni uy oluvchilar uchun mo'ljallangan qismi bor va u yoqdan o'zlariga uy topishadi. Undan tashqari dasturimizni tadbirkorlar uchun qismi ham bor. Uni O'zbekiston va boshqa davlatlarda 100 dan ortiq quruvchilar ishlatadi. Bu kun Diyora Soatova, Munira Otamurodova, Navoiy.